Assalomu alaykum. Assalom. Ketsa ketaversin. O'zi ketar yor, o'zi kelar yor. O'zing kelasan hali. Babaga chaqir. Yana nimani boshlading? Haq ketdi kelining. Onamga gap qaytaribdi. Onamni menga yomonlayapti. O'shanga haydab bordik. Adasi, siz aralashmang, tushundingizmi? Meni yomonlagan kelinni hech qachon xonadonimda yashatmayman. Tushunarlimi? Erkak. Bitta oningdan ayolingni himoya qilarmadingmi? Bilasanmi meni boshimga qanday kuylar solgan bu oning? Men ajrashib ketmadim-ku, meni onamni qancha yomonlagan bu. Erkak kishi ona bilan xotinda bitta pallada ushlash kerak. Bu oningga qo'yib bersa, butun dunyoga o'tib qo'yadi. Aka-ukalarim bilan singillarimdan ustiga mana shu oning bo'ladi. Seni hech qanaqa xotiningda ayb yo'q. Hammaga mana shu xotin oningda. Meni jigarlarimni, oilamni, onamni behurmat qilganingga senga qaytar dunyo. Sholimga xotiningni olib kelamiz. Xo'p, ada. Adasi,